bir umrga nogiron bo'lib qolishmoqda bolalar. Hattoki sog'lom tug'ilib, vaqtida sariqlikni davolamasliklari natijasida. Xo'p, sariqlikdan har bitta ona qo'rqishi shart emas va sariqlik ikki turga bo'linadi: fiziologik hamda patologik. Biz aynan patologik sariqlikdan qo'rqamiz. Nimaga? Sababi fiziologik sariqlik natijasida bolada hech qanday asorat qolmasligi mumkin va bola ona ko'krak sutini tez-tez emishi, natijada tez-tez ichi kelishi va siyishi natijasida organizmni o'zi tozalaydi. Lekin biz albatta patologik sariqlikdan qo'rqamiz. Patologik sariqlikni fiziologik sariqlik bilan farqlay olmaslik natijasida sariqlik o'tib ketadi deb kuchli miyada jarohatni vujudga keltirib qo'yishga sabab bo'lishi mumkin va buni natijasida bolalar bir umrga nogiron bo'lib qolishliklari mumkin. Bugungi kunda bolalarda bilirubin miqdorini hech qanday qon chiqarmasdan xavfsiz usulda aniqlash va undan keyin hech qanday dori-darmon va kapelnitsalarsiz ham bolalarda bilirubin miqdorini fotolampa yordamida tushirish mumkin. Hurmatli onajonlar, farzandingiz teri rangi o'zgarganini sezdingizmi? O'tib ketadi deb kutmang. Aksincha, mutaxassisga murojaat qiling.